Agar senga hayoting o'tib ketayotgandek tuyulsa va endi nimadir o'zgartirishga kech bo'ldi deb o'ylayotgan bo'lsang, unda gapimni diqqat bilan eshit. Yan Kum WhatsAppni 35 yoshida ixtiro qilgan. Jack Ma Alibabaga 35 yoshida asos solgan. Gordon Bowker Starbucksni 51 yoshida ochgan. Ray Kroc McDonald'sni 52 yoshida muvaffaqiyatli qilgan. John Pemberton Coca-Cola'ni 55 yoshida ixtiro qilgan. Polkovnik Sanders esa KFC'ni 62 yoshida yaratgan va Gary Bernstein hatto 96 yoshida muvaffaqiyatga erishgan. Bu ro'yxatni to'xtamasdan davom ettirsam ham bo'ladi, u tugamaydi. Bu yerdagi saboq shuki, sen oxirigacha harakat qilishing mumkin, lekin agar hali vaqti kelmagan bo'lsa, aniqrog'i Xudo senga bu narsalarni nasib qilmagan bo'lsa, natija baribir ham bo'lmaydi. Ammo eng asosiysi, hayotni shoshirma. Harakatda bo'l, lekin o'zingni qiynab tashlama. Tezroq natijaga erishmoqchi bo'lib o'zingni yo'qotma. Unutma, vaqti kelganda hammasi o'z joyiga tushadi. Eng muhimi, sen hech qayerga kechikmayapsan. Sen erta ham emassan, kech ham emassan, doimo o'z vaqtida bo'lyapsan. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Bo'liminex kanaliga obuna bo'ling.